Nimaga kelding İsmat? Bitta gap so'rashga keldim sizdan. Ma'nosini bilasizmi, yo'qmi? Shuni so'rashga keldim-da. Nima? Qarang, ana bu narsaning ma'nosi nima? Ana shu narsaning ma'nosi nima? Men qayerdan bilay? Asena realiza 3 ta o'lurdi-ku, ishtirabdan yo'q. Ketdi-ku, ana shu. Yomon soldi. Amsa yo'q. Ha, Bitta narsa so'ramoqchi edim. Ildizosi 9 dan nechi chiqadi? 3. To'g'ri. Asena ham 3 ta o'lurdi-da. İsmat, sen nima men asam buzib turibsan? Sen bir Barsachi bo'lmasang, sen bir Arsenalchi bo'lmasang, nima men mazgi boqib qo'yibsan? Endi hamsa biz real o'tqizsa kayf qilamiz. Lekin sizga ham ruhan, ham jismonan zarba berishni yaxshi ko'raman. Maza qilaman o'zim. Ey, patirdan-a? Hali javob uchrashuv bor. Balkim Real yutishi mumkin. Yutolmaydi hamsa, yutolmaydi. Qanday yutolmaydi? Menga qara. Real yutsa nima qilasan? Любой shart qilaman. Agar Real Arsenalni kamay qilib yutsa, любой shart qilasan-a? Sen bilan javob uchrashuvidan keyin gaplashamiz, İsmat. Nerimiz mana? We are champions. We are champions. Hamsa, ana bu Real Chempionlar Ligasidan chiqib ketgani uchun kubok. Mana. Katta, satib. Ana buni Vinicius Juniorga berasiz. Bu nima? Bu oltin to'p.